Assalomu alaykum. Bugun biz kvadrat tenglamada shu diskriminant qanaqa topiladi, qayerdan kelib chiqqan isbotini ko'ramiz. Demak, bizda ax kvadrat plus bx plus c teng 0 degan tenglama berilgan. Shu tenglamada biz diskriminantni yoki boshqa formulalarni bilmaymiz. Qayerdan kelib chiqqanini topamiz. Demak, buni agar bo'lib yuborsak, x kvadrat b taqsim a plus c taqsim a teng 0, a teng emas 0 ga. Demak, mana shu shaklni keltirib olamiz. A agar 0 ga teng bo'lsa, bu chiziqda teng bo'lib qoladi. Ya'ni a 0 ga teng bo'lsa, x kvadrat yo'qolib ketadi, chiziqda teng bo'lib qoladi. Shuning uchun a 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Endi nima qilamiz bunda? Biz bu yerda ikkilanganni yozib, b taqsim 2a ko'paytirilgan x bo'lsak, mana x kvadrat, mana x bor, ikkilanganligi bor. Mana shu kvadratini qo'shib ayiramiz. b kvadrat taqsim 4a kvadratini va b kvadrat taqsim 4a kvadratini plus c taqsim a teng 0. Demak, mana bu narsa bizda nima keladi? X plus b taqsim 2a ning kvadratiga keladi. Demak, x plus b taqsim 2a ning kvadrati teng bo'lar ekan. Mana tomonda esa tenglikni u tomoniga o'tkazib yuboramiz. Demak, bunda b kvadrat taqsim 4a kvadrat minus c taqsim a bo'ladi. Umuman qilib bersak, b kvadrat minus 4ac taqsim 4a kvadrat bo'ladi. Mana bunga 4a dan beramiz. Demak, почти biz mana shu misolda isbotladik, ya'ni tenglamani kvadrat tenglamani qanaqa topish kerakligini xda. Demak, x imiz x plus b taqsim 2a imiz teng bo'lar ekan plus minus iltizosida 4a kvadrat mana b kvadrat minus 4ac. Demak, bizga endi qulayroq bo'lishi uchun b kvadrat minus 4ac ni d deb olamiz. D deb olsak, mana shuni d deb olsak, demak, bizga qulayroq variantga keladi. Bu degani plus minus iltizosida d taqsim 2a degani. Demak, shundan x1 2 ni topib qo'ysak bo'ldi. x1 2 imiz teng bo'lar ekan minus b plus minus iltizosida d taqsim 2a bo'ladi. Ya'ni mana buni biz bu yoqqa o'tkazdik, minus bo'lib o'tadi. Demak,